O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra, O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish 2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevralga qadar o'tkazilishi belgilangan. Ro'yxatga olish tadbiriga mahalla yettiligi tizimi xodimlari ham jalb etiladi. Ayni kunlarda esa ro'yxatga olish bilan bog'liq ishlarni to'g'ri tashkil etish, siyosiy jarayonga barchaning faolligini oshirish maqsadida Namangan viloyatida ham qator tadbirlar tashkil etilmoqda. Hozir shu haqda. Bizning savolnomamizda 71 ta savol bor. Hozirgi kiritadigan programmamizda shundan 54 tasi faqat shaxsga doir, o'sha oilaga, aholi qismi. 17 tasi qishloq xo'jaligi bo'limiga bog'liq. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri oldidan o'tkazilgan mazkur matbuot anjumani jarayonga doir ko'plab muhim savol va javoblarga boy tarzda o'tdi. Biz aholida shu savol bo'lyaptiki, shu tadbirda qanchalik biz qatnashishimiz ixtiyoriymi, majburiymi, shaxsiy ma'lumotlarimizni taqdim etishimiz qanchalik qonunchilikka to'g'ri keladi va shu shaxsiy ma'lumotlarni kiber hujumlardan qanchalik davlat himoya qilgan, shuni kafolatlari bormi degan savollarni berishyapti-da. Buni javobgarligini o'sha Davlat statistika qo'mitasi bo'yniga oladi, ma'lumotlar chiqarib olmasligini bo'yniga olgan. Qayd etilgandek, joriy yilning 15-yanvaridan 28-fevraliga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish ishlari izchil ravishda olib boriladi. Ushbu tadbir orqali mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaroning demografik holati, yashash sharoiti, ta'lim darajasi, mehnat faoliyati hamda ijtimoiy ehtiyojlari bo'yicha ishonchli va yagona ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Prezidentimiz 173-sonli farmonlarning ijrosini ta'minlash maqsadida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish boshlanmoqda. Buni asosan aholini ijtimoiy kelib chiqishi, milliy tarkibi, jinsi, millatlari, bundan tashqari qishloq xo'jaligidagi chorva mollari, parrandalar, qishloq xo'jaligi ekin maydonlari to'g'risida ma'lumotlar shakllanadi. Bu ma'lumotlar shakllangandan so'ng buni natijasida manzilli dasturlar ishlab chiqariladi. Ro'yxatga olish jarayonining birinchi bosqichida fuqarolar maxsus portal yoki onlayn tarzda mustaqil ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ikkinchi bosqichda esa mahalla yettiligi a'zolari hamda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ro'yxatga oluvchilar tomonidan xonadonma-xonadon yurib, ma'lumotlar to'planadi va aniqlashtiriladi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish doirasida yerdan foydalanish holati, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyati, chorva va parrandachilik resurslari, shuningdek agrar infratuzilmaga oid aniq ma'lumotlar yig'iladi. Bu esa davlatga qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy asoslangan va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. O'zbekistonda investitsion jozibadorligini yanada ko'tarish maqsadida o'sha chet eldan kiritilayotgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni rivojlantirish maqsadida qaysi hududga qancha investitsiya kiritish kerak. Bundan tashqari o'sha tadbirkorlarimiz sog'liqni saqlash sohasida bo'lsa, misol uchun qaysi joylarga shifoxonalar, xususiy shifoxonalar qurish kerak. Bundan tashqari qurilish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarga agar qaysidir hududda aholi soni ko'payib ketgan bo'lsa, oilalar soni ham kelib chiqadi. Bundan kelib chiqib qancha qurilish ko'p qavatli uylarni qurish kerak. Shularning natijasida tadbirkorlarimizga ham keng imkoniyatlar yaratilib, ro'yxatga olishdan chiqqan ma'lumotlardan foydalanish ijobiy natija beradi. Ayni paytda Namangan viloyatida ushbu muhim tadbirga tayyorgarlik ishlari tizimli ravishda olib borilmoqda. Namangan viloyati statistika boshqarmasida maxsus shtab tashkil etilib, u yerda hamkor va daxldor tashkilotlar bilan birgalikda jarayonlar amalga oshiriladi. Aholini ro'yxatga olish davomida fuqarolardan uy xo'jaligi tarkibi, yashash sharoiti, ta'lim olishi, mehnat faoliyati kabi asosiy ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlar olinadi. Bu jarayon mamlakatimiz kelajagi barqaror taraqqiyoti va xalq farovonligi yo'lida qo'yilayotgan muhim qadamdir. Shu bois unda har bir fuqaroning faol ishtirok etishi katta ahamiyatga ega. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.